Biz yana Krasnodarskiy kraydamiz. O'zimizning fermer xo'jaligimizda, urug'chilik kompaniyamizda. Mana o'sha yerda bizlar 20 kun oldin chizilib tashlagan edi. Mana hozir o'sib chiqdi. Bugun hozir texnika kelyapti. Mana o'sha buferni zonani chizillash uchun nimaga deganda mana o'sha yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bir qancha o'nlab o'simliklar o'sib ketgan. Bularda pashshalar, hasharotlar, yuzlab kasalliklar bor. Shuning uchun mana shu buferni zonani bizlar chizilib tashlashimiz kerak. Hozir boshqa pollarni chizilyapmiz. Mana bu yerga esa bagrat sorti ekilgan. Mana ko'ryapsiz, bagrat sorti. Dengiz, more deydi, more. Hozir yuqoridan ko'rsataman. Mana ko'ryapsiz. Bugun aprelda 16-holatiga bo'layotgan bo'lsa, balandligi 60 cm, 50 cm baland. Mana ko'ryapsiz, dengiz hisoblanadi. Bagrat sorti to'liq texnologiya asosida ishlab berilgan. Birorta ham begona o'ti yo'q. Mana ko'rsatishim mumkin, mana ko'rsatishim mumkin. Birorta ham begona o't yo'q. To'liq texnologiya asosida ishlab berilgan. Yangi nav, yangi urug'. Mana ko'ryapsiz. Mana o'sha yerdan bu fermer zonani bugun hozir to'liq chizillab tashlanadi. 4 metr, 5 metr joyda. Mana hozir yuqoridan ko'rsataman. 100 gektardan katta maydon. To'liq bagrat sorti ekilgan. Rassom mashina o'tyapti. Kultura sельских хозяйства degan bir narsa bor Krasnodarskiy krayida. Mana shu narsani обязательно qo'llash kerak hamma joyda. Mana yerlarimiz.